Inter 4-4-2 tuzilishida himoyalandi. PSG esa Xvicha erdamida qanotdagi bo'sh joydan foydalanishga harakat qildi. Xvicha dribling qobiliyati uchun sotib olingan. Ya'ni u raqiblarni aldab o'ta olardi va ko'plab himoyachilarni o'zi atrofiga jalb qilardi. Shu sababli Inter to'g'ri himoyalanishga majbur bo'ldi. Endi qarang, qanday vaziyat yuzaga keldi. O'ng qanotda Di Marco darhol ikki futbolchiga qarshi qoldi, chunki Hakimi hujumga qo'shilgandi. Eng yomoni shundaki, Interning 4 futbolchisi Vitinyaga bo'shlik qoldirdi va Due uchun ochiq koridor ochildi. U tipni qabul qildi va shu bo'shlikda Interning 5 nafar o'yinchisi PSJning 3 futbolchisini to'xtata olmadi. Hakimi tomonidan aqliy o'yin natijasida duel offside holatida qolmadi. Endi qarang, duelda darhol ikki variant bor. Agar Hakimi to'pga tepmagan taqdirda ham u yerda ochiq holda turgan Dembele bor edi, u ham deyarli bo'sh darvozaga gol ulardi.